Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Mana navbatdagi oshxona mebelini Toshkent viloyati, Toshkent tumani Nazarbekka qo'yib o'rnatib berdik. Ushbu oshxona mebelimizni 1 metr narxi do'stlar 2700 ming so'm tashkil qiladi. Demak, arzon qilishni boshlaymiz. Xo'p, bu oshxona mebelimizni ko'rib turganingizdek, oldi fasad polnisti kashtan akrildan tayyorlaymiz. Mana bu tepalari ham kashtan akril. Korpuslari o'sha rossiyskiy gladkiy laminat Elvis bo'lgan. И ko'rib turganingizda 100% birlik PVX kronka, 0.4 emas, birlik PVX kronka bo'ladi. Yopilishlarini ko'ryapsizlar, xudo xolasa. Aventus firmasidan foydalanganmiz petlarimizni, bu safargisini xudo xolasa har doimgidek o'sha led chiroqlar o'rnatib berdik. Led chiroqlar ham o'sha noodatiy fabrikniy stilga o'tilgan. Sababi mana shunday ko'rsatib qo'yasiz, haqiqatdan olib kelib yaqindan. Led chiroqda mana ko'rib turganingizdek o'sha laminatni o'zini o'yib turib joyini, kanalini o'rnatilgan, kanalning ichiga o'sha led qo'yilgan. Sariq leddan foydalanganmiz. Bu sensorli hisoblanadi do'stlar. Mana shu yerga mana sensorni shu yerga qo'yib berdik. Har doim finallarda qo'yardik. Bu yerga final tushirishga iloji bo'ladi. Bunday qilganingizda o'chadi. Mana yana qo'lni olib olsangiz bemalol yonadi. O'zini vaqtida qancha vaqtda 5 minut, 10 minut yonib qoros qo'ygandan keyin yana o'chadi do'stlar. Xo'p, xolodilnik kelgan joy vaqtimizda uyda joyini o'lchaganmiz, chiroyli qilib. Xolodilnik olgandan keyin razmerni aytib bergan bizga. Xolodilnikdan juda ham chiroyli olishgan uydagilar. Xolodilnik tepasiga mana shunday tepaga ochiladigan qilib balq berganmiz, bemalol o'zini ushlab turadi. Bu nasoslarda ko'rganingizda mana Bayfu'dan foydalanganmiz. Sifatli kastasi nihoyatda zo'r, ham yengil ishlaydi do'stlar. Keyin arzongan narsaga buzilib qolmaydi. O'shani hisobiga shundan foydalanamiz. Bu yerlarni ko'radigan bo'lsanglar, mana kattagina qilib o'rtasiga bitta polni qo'yganmiz, ikkita kamera. Buni balandligi mana buni antresolimizni ichi, bitta modulning ichi 80 sm tashkil qiladi do'stlar. Xo'p, mana bu yerga o'zi aslida hamma eshiklarimizni ko'rib ko'rayotgan bo'lsangiz, bir xilda razmerda chiqarganmiz, tepasi ham, pasti ham, ustiga ham bir xilda tushgan. Sababi ko'rinishi hamma narsasi bir xilda. Bu yerda tepasiga ikkita radiochi tushgan, sababi joyi 30 gina hisobiga tepadagini 70 sm qilib qo'yganmiz do'stlar. Bu yerga ham o'sha burcha mexanizmlardan qo'yib, mana bu 60 lik burchagimizni orqa tomoniga ham attentiv e'tibor berasizlar. O'sha polni plankalarni qo'yib, mustahkam qilib, joy-joyiga joylaganmiz do'stlar. Eshik yopilishi bu boshqa bitta abdeniy mavzu do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, polnisi katta o'sha bemalol hamma idish tovoqlari sig'oradi, bitta oilaniki, katta oilaniki. Mana ko'rib turganingizdek, ishga baho berib qo'yasizlar do'stlar. Eshiklar ochilib yopilishi, sasuvlarga e'tibor qaratib qo'yasizlar, xudo xolasa. Ishlarimiz sifatli, kачественный. Har bitta eshigimiz chiroyli yopilib ochiladi. Tepasini har doimgidek yetishgan tepasini yopib berganmiz. Mana hozir o'z holatida o'chdi bu. Yana yoqib turamiz biz hozir. Xo'p. Tepasini har doimgidek yetishgan tepasini yopib berganmiz. E'tibor qilgan bo'lsanglar, bu safargisidan o'sha 20 sm ga tushirdik. O'tgan yana oldingi ish bilan bir xilda. Sababi ham izlanyapmiz, ham bu sohada yana o'qiyapmiz, ilmimizni oshiryapmiz. Qanday qilsak, kimga qanday ma'qulroq bo'ladi, qaysi holatda yetishga yaxshi tortadi, qaysi holatda do'stlar, eng asosiysi qulaylik uchun yaratilgani uchun o'zimiz ustimizda ham ishlayapmiz do'stlar. Mana bu yerni ham ko'rib turganingizdek, mana gofrasini shu yerdan chiqarib tashlaganmiz do'stlar. Yonidan mana eshikni bemalol pastdan ushlab yopib oladi, tagidan. Bu yerda joy bor 2 sm-lik, mana bu yerda ham joy bor do'stlar. Xo'p, pastda eshiklarga keladigan bo'lsak, mana bu tomonga 40 sm. Gazni o'zi aslida uyda egasi chekkaga qo'yishni tavsiya qilgan bizga kelganimizda, biz o'zimizda maslahatimizni berdik. Sababi biz buni ichida yuribmiz. O'sha hisobiga gazni 40 sm qochirdik. Bu yerda ishlashga qulayroq bo'ladi. Bu yerda turib bemalol ishlasa ham bo'ladi, bu yerda turib bemalol ishlasa ham bo'ladi. O'sha hisobiga bu yerdan 40 sm qo'shirganmiz do'stlar. Xo'p, komodlarimizga keladigan bo'lsak, mana push variantga qo'yganmiz. Taglari o'sha laminatdan, bu ham tandem push variant do'stlar.
olib borasiz. Bezruchka bo'lsin degani uchun bezruchka qilib qo'yib berganmiz. Polni hammasiga 1 litr romkadan foydalanilgan do'stlar. Bu yerda 0.4 dan foydalanmagan. Bu kattagina kabel hisoblanadi. Bunga o'sha qozon, skоворodka, shunga o'xshash narsalarni bemalol hisoblaydi. 70 kilo yukni ko'taradi do'stlar. Kitob bo'yicha shunaqa. Xo'p, bu yerlari mana ko'rib turibsizlar. Har bitta kamerasining o'zi, ichini o'zi 77 sm ni tashkil qiladi do'stlar. Shunga e'tibor berib qo'yasizlar mana. Bu yerlariga ham. Ha. Xudo xolasa ishimiz chiroyli chiqdi. Ustalovka jarayoni ham mana. Bu nimalarni ham ertib plastiklarning o'zlarini ham qo'yganmiz, profillarni ham sifes bezruchka varianti uchun. Zazorlarga ham ko'rib e'tibor berib qo'yasizlar. Ishda akkuratlik chiqqaniga bitta baho berib qo'yasizlar do'stlar. Xo'p, bu yopilgandan keyin bunisini ochib bemalol foydalansangiz bo'laveradi do'stlar. Xo'p, tay qismiga, noshkasiga alohida e'tibor qaratganmiz. Sababi noshkasining o'zini ham ushbu akrilik kashtan materialdan deganmiz do'stlar. Ishimiz sifatiga bitta baho berib qo'yasizlar. Albatta, like tugmasini bosish esdan chiqmasin. Xo'p, uzoq yaqindan kuzatayotgan aka-ukalar, opa-singillar bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Nomerimiz, mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Tepa qismi tosh bo'lgan. Bu jiddiy granit hisoblanadi do'stlar. Ko'rib turganingizda yaqinroq olib kelasizlar beradi. Umuman stik bo'lmaydi bu yerda mana. Mo'ykasini ham o'zidan chiqarib berganmiz. Mana bu semistitr joylari. Chekkalarida o'sha pirenslargacha qo'yib bergan. Bu toshniki отдельно hisoblanadi. Toshni 1 pagon metri do'stlar 1.300 ming so'mda tashkil qiladi hozirgi kunda. O'shanisini hisobga olib qo'yasizlar do'stlar. Xo'p, bu yerda o'sha aytib o'tganimizdek vitishkalargacha o'rnatib berdik. Vitishkani o'sha sensorlisidan olishgan bularni. Xo'p. Sensor bunday holatda yonadi. Bu tomonni hozir o'chirib beryapmiz. Bu yerlarga o'sha hech bir narsani nazardan chetda qoldirmadik. Turba vishilkalarni ham qo'yib berdik. Sababi bu arzimagan narsa bo'lsa ham, lekin juda ko'p narsaga asqatadi do'stlar. Har bitta detalga alohida e'tibor qaratganmiz. Shunchaki oddiy emas, biz o'zimiz ishimizni yaxshi ko'rib ishlaymiz. O'shaning hisobiga ishimiz ideal chiqqan. Bu o'zimiz uchun buni общий hisobda bir kun ustalovka qildik. Kecha soat 4larga yetib kelganmiz. 4dan keyin soat 10gacha, 11gacha ishladik. Yana bir kun soat 11larda kelib ishimizni davom ettirdik do'stlar. Xo'p, ish sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni kutib qolamiz. Agar mabodo bir joylarda kamchilik bo'lgan bo'lsa, bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Usta akalar kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Kamchiligimizni sizlar orqali kuzatib olish imkoniyati tug'iladi. Biz hech qachon hech kimdan xafa bo'lmaymiz do'stlar. Xo'p, demak sizlar bilan yana YouTube orqali ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Mana shu nomerlarimizda o'sha WhatsApp, Telegram hammasi bor do'stlar. Sizlar bilan Gevra Media bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat.